Eng yomoni nima? Qiyomat kuniga borganda, Xudoy taoloning huzurida turganda, Xudoy taologa banda, ey Alloh, men nimaga boy bo'lmadim? Vaholanki ishladim, terladim, charchadim, pul topaman dedim, menga bermading desa, o'zing xohlamading-da, ey Alloh, men xohlaganligim uchun hunar qildim, u qildim, bu qildim desa, ana taqdiringni ko'rsa, taqdirida 7 zurriyoti yetadigan boylik turar ekanda. Shu meniki bo'larmidi? Ha, saniki bo'lardi. Ichida Malibu turib ikkilar turibdi-da. Uylar turibdi-da. Hajlar turibdi, umralar turibdi. Yaxshi hayot turibdi-da. 7 ta zurriyot yetadigan boylik ichida. Shu meniki, ha, saniki bo'lardi. Ha, bermading-ku. Ha, ro'parasini qarachi, deb ro'parasini qarasa, ro'parasiga agar zino qilmaganingda shu boylik saniki bo'lar.